Appa kızım, siz bu toluq oturgan çıqılı endi bir yıl oldu. Sizga nima muhabbat? Ha? Biz teatr klubi kichik sahna etodlarini Parvona yurishlik mahsulotlari alohida qo'lladi. Parvona mahsulotlarini setib olganda Parvona markasiga diqqat qiling. Parvona yurishlik mahsulotlarining aloqalash telefon nomeri 130 39 49 70 14. Ha, bulanglıya. Mana. Qana? Mana? Adash, bu joyda tuğğa uruqni bo'lma. Ha, qılam tugamdi va. Voy shu. Bunda mangdim emasmi? Qana? Mana mangdim emasmi bana? Adash, bu joyda abayma mishada tuğğa nastosi bu yerga. Ha, qilib gap qo'ysang bu valismi bankim bu? Ha? Chidamaslik qilmanglar to'la. Men chidamaslik qildimmi? Ha deyman. Adash, bir saq odamdek o'ynayman deyman. Voy, manglar jiqyaq qilmay. Ha, mana. Voy, bo'ldi, mengliya. Mana. Fi. Da yeydi uni. Bu tayya oldinliq bir biznes akapasini yemmay o'tiramiz sizlar. Ha? Aylanglar. Bu siz bu dank o'ynashda uqamsizlar, uqmamsizlar. Biz uruqni joyidan oldiga keyni qilib yapmamsizlar. Bu gangchangni o'ynasanglar, mendan xotin talasizlar. Dank o'ynasanglar, dankangni yaxshi o'ynayolmaysizlar. Nimba deb chidangmi uyga? Ha? Ne gapni qilmay bu bikat uruqni qilib ayağını olib qo'yding. Bu mani yeydi, menda yeydi. O'ynashni bilamsa, bilmamsa. Chidamaskansiz jumalarsan. Hamma ishni men bilan baslish, mendan bizni talish, dank o'ynasang tuzuk o'ynamaydigan bizmikansa. Bunda da. Ha. Gangchangni oynaymi deb zo'rangni tansiq tortib tursam, ajab tansiq tortib oldingmi? Sınırda kızanı pankayma ya adaş. Ha? Ma kızanı biraz konu tıkıp etmegende. Men ne zoremni tatayım. Men zoremni sınıf, öğremni tatkanı men tanısı var. Şimdi zoremni tattım. Aldım. Öğremni tat. Tutsam, yanı tatip aldım. Anımını oynasam mı şu, manımdan oynasam mı şu, tansiq tatip aldım koçu. Seni be xoraz oğultanlar. Ha? 30'da xotumuz tansı oynadığım bizim kaynananlı yok. Öğren bilen mi sen oynuyorsan, zoren bilen mi sen oynuyorsan, ben de ağaçanlı oynamıyorum. Hay. Ya kolada ağaçan tekrar uzun korktum ya. Sınma. Hey! Ya, kara adaş, mında kayda. İşkimez uzun yıllık el ağine. Sen yaş vaktinde mi? Ben de xotun talaşkan. Enadaki mabetli ne ağın. Sen iyi bununla kıyda kal. Onadaki ben mabet çekti. Yani yalnız kaldı. Hem de sen yanlış. Men kap boğucum bizim öte ötmey muş malik üçep kelden koyar. Muş kelgendim beri. Yana men bilen xotun tanışılalı kaldım. Zaten nimi dedin var? Nimis kelden deyim bu malike. Koyanlasın lan. Koyanla dep kettin ne? Nim basıldı bu malike nimba. Ha. Ben silvili 50 yıllık alağını cuma. Yok aşılaptı. Men maligin nim dep keldim. Nim dep keldin de şu muş maldam da qeyr boyta xotalı jeyxken dep keldim. Hay. Men malige. Ha. Baş sillimi boytak, menmi boytak. Ma qeyriganda ikkimiz bir atidi keçdimi da bir halimizga yetamiz dep kelmisen, nima ish qilmay bu malangda. Sen malige mening halimda xabag'in kelding da. Andavlab qilib qas, seni alayman. Shunda ish bo'ldi, shu mening halimda xabag'in kelgan yag'an bir gap qilmay adash. Mandalam qillar. Bugun gangchangni o'ynaganda sizlar zo'ramni tatinglar, men o'ramni tatay. Ikkimiz tangs o'ynagach, chimning chimi sulab kelsa, shundal bo'lib kelsin, keldikmi? Akshmi ya? Kimdan qo'rqibdi? Ha. Ularni aytib bering ya. Mana. Keldik cuma unda olib qolsa. Ben kaçıp geldim. Voy, keldingizmi qizim? Voy,
Obdan tutdunuz balam, tijliq tutdunuz mu, belen tutdunuz mu, ötkili yaxşı mı? Vay hayırlı çıraylık çoğalaptın bu kız bala. Ey, namaz kılmayın. Ben kız alıp bizim aldığımız çoğunluğunu 14 yıl oldu. Çıraylık çoğunluğunun en büyük güzelliğini görüyorum da. Vay ben şimdi da bir terbiyle koydum. Baş şu. Az ben bütün oturduğum çaçıraplar suyun işlermiş kız aldığımın temel. Vay yaşa. Vay işleyen Allah. Bak ben çıkayım. Gel bolsun ondan olsun bak. Bak senin balam. Bak koş kep. Hey! Ak özümü tok. Bak ol bak. Bak ol cuman. Bak ol. Kelan kızım kelan. Bak Mehmet dadımız sen Allah şimdi kıyırgan olcuyduğun bulap kalıp paylan. Şimdi o mektep giyinip geldiniz mi? Qandarak birga o'qishtirimiz yaxshi edi. Yaxshi. Ha. Bugun çok qarang bova. Ha. Men muallim ikki fanni maqtadi. Bu bundan biri besh pandillar maqtaydi ya sizdan. Bugun tan tarbiya bilan matematikani maqtadi. Hamda bu tan tarbiyadan maqtishi aniq qizim. Siz aş maktabda bizlam yugurib chiqasangiz, butun g'avali sizga yetishmaydi emasmi? Matematikadan qanday olib maqtab qoldimda? Daskini papiz uchirding-da. Kızım, bu daskını pakiz öçerdimga maqtash chiram bu. Bova, Ha. daskini papiz uchirding degan maqtagan gap. Kızım, bunda dersini yaxshi o'qidim, hisobni yaxshi ishladim deb maqtaydiganda, am dask o'chirganini maqtab qanday ma'lum bo'lganda? Bova, Ha. o'sha matematik dars yaxshi bo'lmagan bilan qarang. Ha. Bugun ham matematik darsi berishni istadim. Neymişmi? Mush muallimlarimizdan biz uchun qanchalik jafo chekadiganligini, bir soat darsda 4 qatam do'st ko'chirish jarayonida qanchalik qiynalganligini bilib oldim men. Barakallah kızım. Haylan. Muş muallimler, o'qish tarbiyalar jarayonida haylan. Aş 40-50 yıl bunun ichidan yurib, bir ömür o'zining ömrida balla uchun sarf qildi. O'pkidan ayirilish, yurakdan ayirilish qaylaman. Muş balalarni o'zining emas, mayli. Ahman balalarni yaxshi tarbiyalash uchun bir ömrda qanday sinadi. Şunu çoğum yaxshi uqib, muş ma'lumlarga bergan bilimiga javob qaytargan odam bo'lsangiz, ma'lumlarimiz rozi bo'lmaydi sizdan. Ma'qul bova, chidab yo'q. Men chuqur yaxshi. Yaxshi o'qish kerak. Haras qizim. Hadi yet, ha? Ha? Qo'yib berganda sizdan. Qo'yib berdi. Haras. Qani. Bunda. Güzel. Şükür. Bu. Elan. Yo'q, bo'ldi, sat turdi, nima qilib yursiz? Qizim, men adam qiyirgandek untiqoqlab qoldi. Ata meni berish unutib qolsa, meni berishni teximiz sattirdiga chiqib tutgan. Men bo'z pul berganda rahmat deb epli salimiz ha. Elana. Rahmat bova. Siz bilan kuyunsiz juma. Qizim, unda gap qilsangiz bo'lmaydi. Apingiz ol dadingizmi siz shunda kuyundiga? Men unda qarmayman. Qanday? Ular bova. Her günü komandırıpga, toy, olduruşlar, men öyle tashlab qo'yishibdi. Bak güzel. Siz oylab ata-onangizning aş çay o'tirish bag'ishlama. O deganda agmatchilik. U barda biz kelamiz u barda. Mana juda bajaramiz. Ayollarga qanday? Endi bu semeyning ishlariga, unda komandantning ishlariga esa qanday? Sizning ota-onangizning qiziq alayhi xizmat. O'sha semeyning ishini esa tutamiz. Siz uchun baqidi. Men o'yin uchun baqidi qizim. Yılınız bu to'g'ri. Lekin çok qarang bova. Men cho'ng bo'lsam, hargiz ularni do'g'rimayman. Masalan, Men cho'ng bo'lsam-chi, ularning kunda hamroh bo'lib, endi ayrilmaydi. Barakallah kızım. Haylan, siz yaxshi o'qib, cho'ng'organ o'yliklarni yaxshi berish uchun avval yaxshi bilim yurtlarda, oliy bilim yurtlarida bilim olishingiz kerak. Cho'ng'organda o'zingiz o'z oldingizda igilik tikishingiz kerak. Va yoki yaxshi o'rinlarda xizmat qilishingiz kerak. Shunda bo'lmasa, uni yaxshi vaqti bo'lmaydi. Cho'nglardan jigat bor. Nari to'y. Ularni o'yinib adibdaymiz, ammo to'y turdiga topqin olmaydi. Qizlarni talani adibdaymiz, ammo to'ydan keyin uydan chiqmaydi. Ama qizlar bo'yicha ota-ona yerdan qo'lga yaqin bo'lgan gap. Lekin avval chuqur yaxshi o'qish kerak, qizim. Ma'qul bova. Bova. Sizdan degan o'zingizning yoshlikdagi hikoyangizni aytib bergan bo'lgan juma. Hikoya? Unutib qoldingizmi? Yaqin.
Aylan kızım, abay Mehmet boğumuzla ben bunda Gamçan'ın ayırdıran da bu işler değişken eğitildim mi eğitip vereyim? Vay baba. Daim müşteriler adam oldar kuydu kendisi. Eğitversin miyim buldu? Ma'qul. Eğitip vereyim. Ama şu yaş vaxtlarımızdaki hikaye. Biz yaş vaxtlarımızda qanday hikoyamiz var asa? Menimcha baba. Mening bilan muhabbet oluştu. Nim? Muhabbet? Vay abba kızım, siz bu toluq oturup çıkılı endi bir yıl oldu. Sizga nima muhabbet? Baba ben küçüklükümde bildim ha. Lekin sizde müşteriler ciğer anlamasam kelgüsüde hata olmayıp kalmayın emasmi. Kızım, o deganimizga to'g'ri. Endi siz endi 14-15 yosh chigan qiz bola. Men sizga muhabbat hikoyasi aytib bersam, qanday qilishdi? Cho'g'gan apangizga aytib bersinlar bo'ldi. Bugun maktabda Nima bo'ldi? Nima qildi? Allah kızım ma'qulab, eğer men oyoq bitta turib degan nima bo'ldi desa, nima bo'ldi chimo? Bugunchu Ha. maktabda Ha. bir o'g'il maktabda. Dek balıkına var. Maktab degan nima xat degan bunda topshiriq defterga do'stlik yozmamda. Sizga nima xat yozdim? Qani nima yoz, qani xat qani. Abi şimdi ben açığa yer. Voy bo'ldi. Aylan kızım. Bu kichikgina turib sizlarga nima deyishim? Ha? Bu maktabda o'qishimni o'qimay, qanday ma'lum asli kilpin o'yinini qo'yaman. Vay baba, ben şimdi oynayışım bu. Türkiye'nin karartsam, ma'qul, azı bir yoldan aldı barayla düşecek bakalım. Aylan kızım. Bu men netçiyim, siz netçiyim. Men deganda qayerib bo'ldi. Öyle yalnız qalgan shu, ishim o'ynayman, duyin ko'rman. Anda sizligini shu to'xtamamashdi. Qaysi kuni bizga shu peshtaxtni shu ishim o'ynayman, duyin ko'rman. Anda sizligini shu to'xtamamashdi. Qaysi kuni bizga shu peshtaxtni shu kutini qayerga vaqtgan, shu yordam qiladigan yetalab aytib qo'ydim bunda. Ben karartsam yazdı düşecek olsa ki. Ma'rifsiz ha mana? Yerimizden ködüm. Bo'ldi, o'zimizdan gap keldi. Nima deb yozdi ajbola sizga? Müşteri sahtı, sizge karab oltağın kimdi o? Sizden çok muhabbetli burada. To'qqilam qaynab o'tirsin. Baxtiyam ular mijozatga o'zini o'tirib, ashqa to'qqilab o'tirsin. Dars vaqtiga do'st ko'p qaylaydi, maktabga o'qish demaman, ma'lum qaylaydi, kitob qaylaydi. Nima biz qaylab o'tirdik ashqa. Mana deb aytgan, siz nima yozdingiz rasa ashqalaga? Şimdi imdat yetişin okumayın, siz izlep kudurun. Mana qildi. Siz ash muhavola qaylar. Men de sizin çırağınızda 4 yaş kopkan dost gerek görünen kaldım mı? Siz anlaksın mağlumdan kulu kaylan, dostluk kaylan, ben kaylanam da. Fakat bulan mağlup kalsa, siz evvel koyuyor, mevzumda, çarelik imtihanda bütün sınıfı bölüyorlar, anlattığım bir çıktım, kaylaylar da. Aşırı çıktım, tutarsan ha bala. Baba anlatsam çoğunluk yapmalar, onun üstüne baba kızın sınıftaki ezel tanı dersi birinci bala, kara koltuğu sulardan hala. Ay necazetle bile kaylan tatlımıza kaylırsana. Küçük gün turib ba'zi bir qizaloqlar bor. Qanday o maktab qanday bo'ladi bibisangni qaylab o'ptarsanglar. Birmoq tarbiya qiladi da'vatdan ketadi. O balca karar. Ha. Ben sizi yaxshi ko'rman. Yaxshi ko'z qanday oldu? Endi bu nima emas qizim. Endi biz odamni yaxshi ko'rib qolsak qaydan? Ma sizni demadim jima. Men maktabda yaxshi o'qigan, men bundan deb beryapman. O'rganmasim deb. Biz odam yaxshi ko'rsa. Shu pokiz kiyinib ham qoldi. Onun da anca mı şu yaş köyge adam bil anca mı üye bir bağız kilodo. Onu bunu yiyiz kilodo. Anca mı bunlar böyle gangçanın çöğülgüsü. Oy baba, sizin aslında bir gangçan oynaş maqsadınız şurkende ha? Kızım ne diye gapni qildik. Ben de gangçan oynayam da beden sağlamlık için oynayamam da be. Baba. Ha. Tepkiqna qaysi mo'mayni yaxshi ko'rib qoldingiz? Kızım, o bir momayni yaxshi ko'rib qolgan ish emas, bunda bir sağlamlık, tan harakat var. Hoş, bizning sinfda bir bola qiran. Doim meni chechimni tatidi. Bu nima ishdi? Nima qildi?
Çeçim tatıdı. Bunundaki abalık dep koyamam. Eşekning quyruğini tatsın. Çaşma o. Ayla kichik gündür. Hozir bal bek baldo buzlub ketib boramdi ya. Manda qiling qaylang. Siz o bala chiroyli tushuntirib qo'ying. Sen mening chechimni az tat. Amda bir chash qarsang bo'ldi tatma deb. Sinimda cho'ng chash doktor bo'lish arzung bo'lib qolib qolsa qayla. Navati tat qo'ysang aytib sayatrashlab qolsa deb tushuntirib qo'ying nima balaga. Ana sizning nima ish qilgangiz keldi? Ana shu qiyirgan men bu damcham o'ynagan ketdi. Tursay İbrahimcan doğumuz bakende. Ay kızım. Bu Tursunay İbrahimcan'ın bir xotin kishi u. O kız adamda sen usul oynaydı. Hemen chiroyli qiz ola lekin. Usul oynab ketsa, Denşiden qaydab ko'zlarim chiqdi zaten. O'zimizga kichik bo'lmagan bo'lsa, bo'p qoldi. Baba, siz buzlup popsiz mana. Kızım, o Tursunay İbrahimcan degan bir artist cho'lpandan onda hurmat qo'yamdi. Vay, ish qilib buzlupsiz. Qaylan? Amsal cahil bo'lsin deyman. Ne o'riz cho'ngdasini buzlupsiz degan gapda. Men bu buzlup qolgan omma tavuz qo'g'inman. Mana jirkat qilmay, uyingiz ichida topshiriqingiz ishlang, tamoqingizni yeb. Mana. Ey! Alik chash tortilgan baliq deb qo'yingizmi? Hamda chechingizni tortib tushkurning hamma yuzini olaman. Anchirman. Ha, ras baba. Nima bo'ldi? Momam siz chechin tatqizmabdi. Tatqizdi. Momongiz men ko'rdim, chechin tatqizib, 16 oy yetisizmi sizga momonglar qolgan. Sizning chechin tatqizib qilib o'tishib. Tamak pişirtmek ya. Baba tabak pişirdi tamak yemez. Hemen kadar oturmalı o maslar. Kızım, siz yegiştiringlar. Abay men Mehmetek, Pervane degan suiqashtdan chiqibdi-ki, mundaqlar ketib bormi? Shunda olsun kichikman bo'lsin eslar. Sizni bo'lmaslar gavdan o'tmas qoldim. Kızım. Mening necha kundan beri toza ishdiyim yo'q. Sizlar yeyapsizmi? İşteyim yok davet qildik. Sizlik bir oy bo'ldi. Qayersanmi? Judabmi ketiblar. Mansiya kichikmisizlar? Haylan kızım. Hamda bu sizlar qo'lim qo'shilashgan 14-15 yildan beri mening bu yemigim sizning uyda. Kiyimim sizning uyda. Ancha muncha yetib qopni sizning uyda. Adam qiyirganda sen xijlab qolgan ishga. Xijlab qolgan ishga? Ma gaplarga ko'nglim keldi jumana. Siz bizni o'zgörmaydiganlar. Ya. Bizning bigar bu sizni o'zining bo'g'isi deb biladi. Shu. O'zlarini bilalar. Ata-onamiz, ota-onamizning kichik qolgan. Bu mali kujab kelgan nozik. Sizni bizga dadasizlikni his qildirmaydilar. Har do'stxonamizda siz bo'lmasangiz hech qaysimizning gelidan tomoq o'tmaydi amakada. Bizga o'xshash ota-onasi baxtsiz bo'lib ayrılib qolgan kishilarga sildek cho'nglanan bir bo'g'ini bir baxt amakada. Rahmat kızım. Ben bu sizni o'zimning bolalardek ko'raman. Manda qildim. Allah aytadi. Sizning bu o'yil ancha ishlaringiz bor. Agar sanz qo'sh kalsalga ishlar bor, uy yig'ishtirib ishlar bor. Men bir aytgan bir onasining ko'ngli yo'qmidi. Aniki chiroyli kiyimimni kiyib, etlab chiqaysiz. Siz chiqib ishlaringizni qilashmang. Ha, sen oqda. Ayta bo'lini ketmaydiganlar. Bolalarniki ketmaymi qizim? Tönügün oğlum tulpun qıptı. Bu da aytdi, ayal terakki bag'dak. Bugun qizim bilan tulpunlashdim. O bu da aytdi, yo'ldosh tarafniki bag'dak. Men yana aytni uyda yolg'iz o'tkazib xohlayman. Bo'pti. Qudilarning navrlarini ko'gisi kelgandi. Mening bolalarim basın. Men yolg'iz adam bo'lgandikan, bu etkilanmasa, kilar etkilar. Kilar etkilanmasa, onun kilar etkilar. Yani kilanmay qolib qolsa, men bu dunyodan xo'shlashgan ish qilib keldim. Unda deb ko'ngillarningiz buzmaslar. Elim yaxshi ayt bolalarga ketmaydiganlar. Bo'lmasa biz g'erib sinib qolmadik amakda. Seni birdan yolg'iz qo'yay. Tamaqmı pişib bo'lgan. Men usut dastonga chiqib,
Amiga da çıkarttın. Tezrek çıkıp konaklığını yiyemezsin. Ma'qul. Sakla izledim. Annesi. Nimishqa buncha baldurlik qaytsa? Biz sen bilan birga yashaydiganga, birga qaytadiganga deyishgan. Mana endi har bir hit oyim menga yolg'iz. Mushu uyda o'zim yolg'iz hit o'skizim. Mushu hit bayram bo'lmishga deb o'ylayman. Hamma odam bolalar bilan, navralar bilan yig'ilishadi. Men yana shu yolg'iz. Ba'zi menima baldur haq o'zim tug'ay akatgan bo'lsam, bolalarimizning baxtini ko'rib, jiroqlarni tug'an bo'ladi. Haras. Tunigun qizimizlik vaqt. Kichiklarimizga to'rtta chiqdilar. Sen bo'lgan bo'lsan, aytadisa, meni o'g'limiznikiga, yana qizlarimizniki berib, navralarimizni yetib berib, bizni yetdek o'tkazib, sayyo. Bu pullarni beray desa, navrani yo'q deyman. Baba. Oh. Tamamlanıp pişip gitti. Sizden saklap kaldı. Ben şu hazır uydu bir kirip çıkıp kollarımı yüzüp çıkar kızım. Çıkar şunu. Siz bolmuşsunuz. Birimizin pek azı tamam ötmeydik ya. Ne yapalım kızım? Çıkın. Tezrek buluncu mu? Oy, Emircek. Vay, nem tımsıklap şurası bir adam. Gamtanlı tükkül koptu şuma? Yapma kala. Nevren çırptıken. Hikaye itibirimde şu. Hikayeden bulat. Sen bir çölecek şımamay olmagan diken. Mamam sen gamtanlı tükke değiller. Ağzı çıkar ağzı. Bir hoş haber bağlı sana da yedirəm. Ne mi hoş haber? Ben kızlarla köşe koydum. Kayıs kızlarla? Öğrenbiniz bağlı. Şu kızlarla köşe koydum. Yiğitin seninki de ötküzdüğün olduk şuma. Hey, ben öyle ya tazlı mısam ya bu kurbanlık mısam? Kanda eğit oldu bana. Teyarlık kılıç ketmeydi sen öğünü tazlap. Paki sulaş tutsan. Kızlar hem de teyarlık kılıp müşahede yiğit ötküzdü. May işkimiz kızlarla eğitimde şok oynayınız şuma. Allah. 50 yıllık Allah'ın nazırını bir yetkizdim de. Elbet yetkizmende. Kağını eğit değişler kayla. Ben ağzıma balamın ki tamak çıkırgan gel. Sen çıkıyla. Bak olma. Hey! Bayan değişkendek sen yığılıp kalırsan en ağzında bir kol tanısı kaldı. Açtı ama. Kızırak çıkmışsan kağını sen yığılıp kalırsan. Özen ol. Bak ben gittiğim adam. Tam sürüldeydi bu. Kayla apse. Hem de tanısı diyen tenerket ko hem de başka çıkırmaydı ko bu. Özen kısa yalnızcılıkta tanısı tügeydi kançaga ben çıkıp çıraydım ha. Hey, ben yok bir yerler kütüp kalma koksa ağzı kırmayacağım ha. Tanısı tügüm geldi o tanısı. Biz teatr klubi kichik sahna etodlarini Parvona yurishlik mahsulotlari alohida qo'lladi. Parvona mahsulotlarini setib olganda Parvona markasiga diqqat qiling. Parvona yurishlik mahsulotlarining aloqalash telefon nomeri 130 39 49 70 14.